Assalomu alaykum do'stlar. Katta Farg'ona kanali haqida bilmagan odam bo'lmasa kerak. 45 kun mobaynida 183 ming inson tomonidan qurib bitkazilgan hashar yo'li bilan bu videoda asosiy ma'lumotlar keltirib o'tirilgan, lekin videoni qo'yishdan maqsad birlikda, hamjihatlikda nimadirga erishish mumkinligini isboti mana shu Katta Farg'ona kanali misolida ko'rishimiz mumkin. Bu kanalning qurilishida eng ko'p asosan o'zbeklar ishtirok etgan bo'lgani bilan, lekin 100% hammasi o'zbeklar deya olmaymiz. Oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham ishqilib bunda qardosh qirg'iz xalqi, tojik xalqi ham ishtirok etgan. Bu kanalning qurilishida sonlari keltirib o'tilgan. Aytmoqchi bo'lganim, hamjihatlikda, birgalikda ko'p ishlarni qilsa bo'ladi, lekin har xil bir-biriga propaganda, targ'ibotlar qilib uzoqqa borib bo'lmasligini yaqin o'tmishimizda guvoh bo'lganmiz.